Qachongacha? O'lguncha. O'lganda to'xtatasizmi sigaret chekishni, nos chekishni? Aroqni haromligini eshitib qachongacha ichib yuradi? İçimizde yo'q deb o'ylaysizmi ichadiganmi? Yoki birovni aldash, yolg'on gapirish, haromligini bilib, qachongacha shu savdogarlar, bozordagilar, bozor deganda общий, Sabet bozor, hayvon bozor, meva bozor, o'tin bozor, hamma bozor. Nimaga qalloblik to'lib ketyapti? To'lib ketyapti. Nima qilsam aldasam? Shu g'oya, fikr shu bo'lib qoladi. Nima qilsam, shu aldab shunga sotib olsam. Mendan ketguncha, egasiga yetguncha. Bu qani islom? Bu ko'p aytaman, boshga do'ppi kiysa musulmon bo'lib qolavermaydi odam. Mana hammalar yechinglar. Nima musulmon bas deganimi?